Assalomu alaykum. Rahmatulloh bag'larga kuzatib borish klientlar va do'stlar. Opa-singillar. Mana bizda sous tayyorlash jarayonlari, mana sizlar bilan bir mahsulotlarimizni tanishtirib chiqamiz mana. Bizga kerak bo'ladi sveji pomidor, perprovat tuzlarimiz, ko'katlarimiz, chesnok, bunaqa sveji qalampirlarimiz va biz ishlangan ittifoq. Bu reklama emas, lyubimisi bor, ittifoqi bor. Ittifoq kuchliroq. O'shaning biz ittifoq ishlatamiz. Yog'larimiz, yarko yog'larimiz, bizning brendlar bular. Haligi reklama uchun emas. Zo'rini ishlatamiz, ishtob zo'r bo'lishi. Mana sveji pomidor, ko'kat. Xullas, hamma yo'q sveji bizda. Nimaga haligi so'rashavera klientlar, sizlarda souslar zo'r bo'ladi, biz uyga borib qilsak bunaqa. Ha bunaqa qilib sveji narsalar ishlatsalar, klientlar sizlarga ham zo'r bo'laveradi. Prosta o narsa masalliqqa bog'liq. Zo'r bo'lsa, har doim zo'r bo'laveradi. Sizlar kutib qolamiz. Yana 3 ta qo'ymadik, bekka narsa, sous narsalari bor. Kim kommentda topsa, keladi Rahmatulloh bag'larga sazanmi, oqmi, shunday ushlagan bag'lam ishlayman. Ammo komment o'qiyman. Kommentni bir portlatinglar, nimalar qoldi, qo'shilmagan. Sog' bo'linglar.